Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd. Allah Teala'ya hamdü sanolar ve uning ahir zaman payg'ambari Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga salom va salovatlar bo'lsinki, bugunlik ulug' muborak oyni yana bir kun ro'zasini tutib, mana kechki ibodatda Allohning baytiga jam bo'lib turibmiz. Alloh taolo barchalarimizdan rozi bo'lsin. Bugun Xudo xolasa yana kechagi mavzuimizni davomiga to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Ya'ni mavzuimiz Ibrohim alayhissalom. Alloh taborak va taoloni payg'ambari, habibi, Allohning do'sti bo'lgan Ibrohim alayhissalom va u kishining farzandlari Ismoil alayhissalomlar o'rtasidagi bo'lgan bir voqeat haqida, ya'ni qurbonlik voqeasi haqida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. Albatta kechagi suhbatlarimizdan bildikki, Ibrohim alayhissalomga Alloh taborak va taolo sinovlarning o'ta qiyinini, o'ta og'irini yuborganligini guvohi bo'ldik, shohidi bo'ldik va albatta undan ibratlandik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ham hadislaridan boxabar bo'ldikki, ya'ni kimniki iymoni agar mukammal bo'lib, iymoni baquvvat bo'ladigan bo'lsa, albatta unga iymoniga yarasha sinov yuborilishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytib o'tganlarini bir eslab o'tdik. Mana shunday ekanki, Ibrohim alayhissalomni ham iymonlari o'ta mukammal. Avvalo birinchidan u kishi o'zi payg'ambar edilar. Shu bilan birgalikda lekin Alloh taologa bo'lgan ixloslari, e'tiqodlari, iymonlari mukammal, juda buyuk edi. Mana shu buyuk iymonga xos Alloh taborak va taolo u kishiga qattiq sinovlarni yubordi. Endi mana shu sinovlarning o'zi qattiq, og'ir bo'lgan sinovlardan ham yana o'ta og'ir bo'lgan yana bir sinovni Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo yubordi. Bu qanday sinov ediki? Bu shunday sinov ediki, Ibrohim alayhissalom kechagi suhbatimizda eslab o'tdikki, onamiz Hajar onamizni va farzandlari Ismoil alayhissalomni xabar olishlik uchun har zamonda bir kelib ketardilar Makka shahriga. Bir kuni mana shu oilalaridan xabar olmoqlik uchun keldilarda Makkaga. O'sha paytda Bakka deyilardi. Bakka shahriga yaqin qolganda charchab bir soya topib daraxtning ostiga ozgina bir uxladilar. Ya'ni dam orom oldilar. Mana shu uxlab turgan paytlarida bir tush ko'rdilar. Tushlarida bir ovoz, bir nido: "Ey Ibrohim, sen bizni yo'limizga eng yaxshi ko'rgan narsang, ya'ni farzanding Ismoil alayhissalomni qurbonlik keltir" dedilar. Bu ovozni eshitib, bu ovozdan, bu nidodan qo'rqib uyg'ongan Ibrohim alayhissalom turdilarda, ya'ni oilalari tomon ravona bo'ldilar. Endi bu joyda ba'zi muarrixlarimiz aytishadiki, Ibrohim alayhissalom avvalo bu rahmoniy tush emas edi, balkim shaytoniy tushdir deb birinchi kuni tuya qurbonlik qildilar va yana shu tushni qayta ko'rdilar. Qayta 3 kun ko'rganlaridan so'ng demak bu Allohdan, ya'ni rahmoniy tush degan fikrga keldilar deydilar. Lekin ko'p muarrixlarimiz, mufassirlarimiz aytishadiki, Ibrohim alayhissalom birinchi marotaba eshitganlarida buning uchun amal qilishlikni o'zlariga jazm qildilar. Chunki Ibrohim alayhissalom payg'ambar edilar. Payg'ambarlarga shaytonlar yaqinlashmaydi. Payg'ambarlarning tushlariga shaytoniy tushlar bo'lmaydi. Ular birdan agar tush ko'radigan bo'lsalar, rahmoniy tush ko'rar edilar. Ya'ni Allohning o'sha belgilangan yoki bildirgan bir narsasini ko'rishlik, u rahmoniy tush deydi. Mana shu tushni ko'rganlarida hech ikkilanmasdan to'g'ri uylariga borib, ayollari Hajar onamizga aytdilarki,
o'g'limiz Ismoilni cho'miltiring, yaxshi kiyimlarni kiyintiring. Men bugun bu kishini mehmonga olib boraman. Ya'ni eng bir ulug' inson bo'lgan zotni, ulug' bo'lgan zotni dargohiga mehmonga olib boraman deb ayollariga aytdilar. Ayollari farzandlari Ismoil alayhisalomni chiroyli cho'miltirib, g'usl qildirib, u kishiga chiroyli kiyimlarni kiydirdilar. Ismoil alayhisalomni o'sha paytdagi yoshlari balog'at yoshiga yetadigan darajada edi deydilar mufassirlarimiz. Balog'at darajasini yana olimlarimiz aytishadiki 9-11 yoshlar atrofida edi Ismoil alayhisalomning yoshlari. Endi o'sha paytdagi balog'at bu 10 yosh o'rtacha mana shu balog'at yoshi hisoblangan. Chunki u paytlar bizni bolalarimizga o'xshab ximikal narsa yeyishmasdi. Ular toza ovqatlardan taomlanishardi. Bugun bizni bolalarimiz 17-18 ga kirib balog'at yoshiga yetyapti. Avvalgi paytlarda, avvalgi zamonlarda bolalar 10 yoshidan balog'at yoshiga yetishardi. Shuning uchun mufassirlarimiz aytishadiki, Ismoil alayhisalomning yoshlari 9 dan 11 yosh o'rtasida, orasida bo'lgan deb ta'bir qilishadi. Xullas farzandni chiroyli kiyimni kiyintirib, cho'miltirib, o'g'illarini o'zlari bilan olib xonadondan chiqib ketadilar. Chiqib ketayotgan paytlarida o'rtada yana kim tushadi? Shayton tushadi. Shayton bu holdan xabardor, albatta yo'ldan urdirishligi kerak. Nima bo'lgan taqdirda Allohning buyrug'ini buzdirish kerak. Nima qildi? Shaytonning eng yaxshi yo'li ayol orqali har bir rejani buzishligi. Ya'ni eslaydigan bo'lsak, Momo Havvo orqali Odam alayhisalomni ham jannatdan chiqartirdi. Ya'ni ayol orqali. Birinchi bo'lib shayton Hojar onamizga bordi. Hojar onamizga aytdiki, sen dedi Ibrohim o'g'lingni qayerga olib ketayotganingni bilasanmi? Va aytdiki, ha, birodari bir buyuk zotning dargohiga mehmonga olib boraman deb aytdi. U dedi o'g'lingni qurbonlik qilishlik uchun olib ketyapti. Unga shunaqa buyruq bo'lgan, o'g'lingni o'ldiradi degan ma'lumotni berdi. Hojar onamiz bu buyruq qayerdan kelganini so'raganlarida uning ibodat qiladigan Robbisi, ya'ni Alloh o'zini o'g'lini qurbon keltirishlikni buyurgan Ibrohimga deb aytdi. Shunda Hojar onamiz, albatta u kishi ham payg'ambarning ayoli. Hojar onamiz aytdiki, agar Alloh buyurgan bo'lsa, Allohning yo'liga u bitta-ku Ismoilning joni, 100 ta farzandim bo'lsa ham jonini fido qilgan bo'lardim. O'zimni jonimni agar Alloh uchun fido qilish kerak bo'lsa, fido qilgan bo'lardim dedi. Ayoldan hafsalasi pir bo'lgan shayton boshqa yo'lni izlay boshladi. Bu orada Ibrohim alayhisalom o'g'illarini yetaklab Mino vodiysiga qarab borardilar. Mino vodiysini mana umraga borganlar borishmaydi-yu, lekin hajga borganlar bilishadi. Hojilarimiz borib Mino vodiysida ancha vaqt turadilar, o'sha joydan tosh teradilar, shaytonga tosh otish uchun, shu amallarni ado etish uchun shu Minoda belgilangan vaqt mobaynida turishadi. Mino vodiysiga borayotganlarida oldidan ota, orqadan Ismoil alayhisalom ergashib boryaptilar. Mana shu joyda yana biz bir ibrat oladigan joyimiz, hech qachon otadan oldinga yurmoqlik mumkin emas shariat bo'yicha. Ota oldindan yursin, otani ortidan farzand qadam qo'ysin. Otadan oldinga yurishlikka shariat ruxsat bermaydi. Bu Ibrohim alayhisalom davrlaridan qolgan meros, an'ana, tarbiya. Ismoilni oldiga bordi shayton. Ey Ismoil, seni otang qayerga olib borayotganini bilasanmi? Ha, bir birodari ulug' zotni dargohiga meni mehmonga olib boryapti dedi. Seni dedi so'yishlik uchun, qurbonlik qilish uchun seni olib ketyapti. Hozir olib borib, seni bir belgilangan joyda seni otang ibodat qiladigan o'sha Robbisi
Allohning buyrug'i bilan seni so'yadi dedi. Ismoil alayhissalom ham xuddi onalaridek, ya'ni o'sha onani tarbiyasini olgan farzandi xuddi onalaridek javob qildilar. Buni Alloh buyurgan ekanmi? Aslida Ismoil alayhissalom yoshliklaridan payg'ambar maqomini olgan zot edilar. Buni Alloh buyuribdimi? Ha, Alloh buyuribdi. Ko'ryapsanmi? Sizlar mehribon, rahmon, rahim deydigan Allohing seni so'yishlikka buyuryapti. Seni qurbon qilishlikka buyuryapti deb shayton yo'ldan ozdirmoqchi bo'lganda Ismoil alayhissalom aytdilarki, agar Alloh buyurgan bo'lsa, bir jonim, agar 1000 ta jonim bo'lsa fido qilgan bo'lardim. Yerdan tushdilarda bir toshni olib shaytonga otdilar. Yo'qol ko'zimdan ko'rinma layin. Ozgina fursat yurganlaridan so'ng shayton yana keldi. Yana vasvas qila boshladi. Yana Ismoil alayhissalomni yosh bola deb yo'ldan ozdirmoqchi bo'ldi. U hech qachon Ibrohim alayhissalomning oldiga bormasdi. Chunki biladiki Ismoil alayhissalom bir zarracha bo'lsa-da uni so'ziga e'tibor qilmasliklarini shayton juda yaxshi bilardi. Shuning uchun u nima qildi? Faqatgina Ismoil alayhissalomga, yosh bo'lgan Ibrohim alayhissalomning o'g'lini vasvasa qilmoqchi bo'ldi. 2 marotaba, 3 marotaba kelib shu yo'l bilan vasvasa qilganda har bir kelganda Ismoil alayhissalomdan tosh bilan yedi. Mana shu amal, ya'ni shaytonga 3 marotaba tosh otishlik bugun yana bizni hajga borganda qiladigan amallarimizdan Ismoil alayhissalom va u kishining otalari Ibrohim alayhissalom voqiyatlaridan qolgan meros hisoblanadi. Xullas belgilangan joyga bordilar va Ibrohim alayhissalom yenglaridan bir arqon, ip va pichoqni oldilar. Endi otani biz siz tasavvur ham qila olmaymiz. O ota ichi ketdi uni. U qanday bo'lsin o'g'lini qurbon qilishligi kerak. Qaysi duygusi damasa kerak, qaysi duygusi numara kerak, mashina kerak. 511 mashina xalaqit qilayotgan ekan, yigitlar bitta qarab qo'yinglar. Shunda Ismoil alayhissalom otalaridan so'radilar, otajon, bu ip bilan pichoq nima uchun? Ismoil alayhissalom bilib turibdilar Allohning buyrug'i bo'lganligini. Yana otalaridan so'rayaptilar. Bu ip bilan pichoq nima uchun? Shunda Ibrohim alayhissalom o'g'illariga aytdilarki, ey o'g'lim, bolagina, Allohning bizga sinovi ekan, Allohning buyrug'i bo'ldi. Allohning buyrug'i shundan iboratki, men seni Alloh yo'lida qurbon qilishligim kerak ekan. Sizga buni Alloh vahiy qildimi? Mana shu joyda bir narsaga e'tibor qilishligimiz kerakki, Ibrohim alayhissalom qilmasliklari mumkin edi. Chunki to'g'ridan-to'g'ri Jabroil alayhissalom u kishiga vahiy tushirgani yo'q. Farishtalar kelib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi sizga deb aytgani yo'q. U kishi faqatgina tushlarida ko'rdilar xolos. To'g'ridan-to'g'ri vahiy bo'lgani yo'q. Lekin u kishi payg'ambar ekanliklarini, payg'ambarlarning tushlari ham vahiy ekanligini bilardilar va bitta bilan mana shu ishga jazm qildilar. Ha dedilar. Bu Allohning buyrug'i. Bu Allohning sinovi. Shunda Ismoil alayhissalom aytdilarki, ey otajon, agar Allohning buyrug'i bo'ladigan bo'lsa, men hech qachon sarkashlik qilmayman. Bo'yin tovlamayman. Allohning buyrug'i ekan, ado eting. Yana o'sha so'z. Agar 100 ta jonim bo'lganda, 100 ham Alloh uchun fido qilgan bo'lardi. Faqat sizdan bir iltimosim bor. O'g'il otaga iltimos qilyapti. Otasi uni so'ymoqchi. Qurbonlik qilmoqchi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lib turgan otaga farzand iltimos qildi. Otajon, iltimosim shundan iboratki, mani qo'l oyog'imni juda qattiq mahkamlab bog'lang. Shu darajada bog'langki, uni hech kim yecholmaydigan darajada oyoq qo'limni bog'lab tashlang. Nima uchun? Nima uchun deganda,
Chunki Ismoil alayhissalom aytdilarki, chunki jon achchig'i bor. Oyog'ingizga bir tikan kirsa qanchalik joningiz og'riydi. U bo'yniga pichoq tortilyapti u bolani. Yosh 10 yoshar bolani bo'yniga pichoq tortilishligini bilgan bola Ismoil alayhissalom otasiga aytayaptiki, qo'l oyog'imni mahkam bog'langki, jon achchig'ida pitirlab sizga ozor berib qo'ymay. Qo'lim yoki oyog'im pitirlagan holda sizga tegib ketmasin, sizni tepib yubormay, qo'lim bilan urib qo'ymay degan maqsadda oyoq qo'lni mahkam bog'lashlikni farzand otadan so'rayapti. Otasi uni so'ymoqchi. Shunchalik bilan ham otaga mehribonlik, otani haqqini ulug' qo'yishlik kabi amalni birinchi o'rinda qo'yib, qo'l oyog'ini mahkam bog'lashlikni so'radi. Va yana bir iltimosim shundan iborat. Ikkinchi iltimosim shundan iboratki, mani bo'ynimga pichoq tortishingizdan oldin mani yuzimni yerga qarating. Va qo'lingiz bilan boshimni mahkam bosib turing. Jon achchig'ida sizga yomon nazar bilan qarab qo'ymay dedi. Bugun ota salgina baqirsa, bo'qrayib, ko'zini olazarak qilib, ko'zi ko'saxonasidan chiqadigan darajada qilib qaraymiz otaga. Gap qaytaramiz. Siz nimani bilasiz deymiz. Siz qarigansiz, miyangiz aynib qopti deymiz. Ismoil alayhissalomni bo'yinlariga pichoq tortayotgan otaga qilgan iltimosini qarang. Mani deyapti, yuzimni yerga qaratib, bo'ynimga pichoq torting. Otajon, boshimni qo'lingiz bilan mahkam bosing. Jon achchig'iga sizga yomon nazar bilan qarab qo'ymay degan maqsadda mana shu narsani otadan iltimos qilyapti. Mana shu bilasizmi, biz sizga katta bir maktab emas, bu universitet bu. Oliy ma'lumotli ta'lim berilyapti bizga. Nimadan? Otani hurmatini darsligidan. Ibrohim alayhissalom farzandlari Ismoil alayhissalomni barcha tilaklarini bajo keltirib, aytganlarini qilib, qo'l oyoqlarini mahkam bog'lab, yerga yotqizib, boshini bosib, pichoqlarni qo'llariga oldilar. Endi ota o'zi bo'lgancha bo'lib bo'lgan, ko'z yosh to'la hiqillagan ovoz bilan Allohga duo qilib, bismillah, Allohu akbar dedilarda, o'g'lini bo'yniga pichoq tortdi. Pichoq tortilganda pichoq bo'yinni kesmadi. Qayta tortdilar, yana kesmadi. Qayta tortdilar, yana kesmadi. Shunda o'g'il aytdi, yuzi yerga qaratib qo'yilgan o'g'il pastdan past ovozda aytdi, otajon, sal qattiqroq bosing. Sal qattiqroq bosing, ozgina ozor chekyapman. Yana qattiqroq bosib tortganlarida yana kesmadi. Buni farzandni ozor chekishini ko'rayotgan ota dod solib yig'lab pichoqni uloqtirganlarida pichoq uchib borib bir xarsang toshga tegganda xarsang toshni ikkiga bo'lib o'tib ketdi. Allohni buyrug'i bo'lmasa, sizni oyog'ingizga ham zirapicha tikon kirmas ekan. Har bir narsaga Allohning buyrug'i bo'lar ekan, bizga zarari tegar ekan. Allohning buyrug'i bo'lmasa-da hech bir narsa bizga zarar qila olmaydi. Pichoqga Allohning buyrug'i bo'lmadi. Ya'ni unga qanday buyruq bo'ldi? Ey pichoq, Ismoilni bo'ynini kesmagin degan buyruq bo'lgan edi. Shuning uchun ham pichoq kesmadi. Ba'zi raviylarimiz aytadiki, Ibrohim alayhissalom pichoqga aytdilar, "Sen nima uchun toshni kesyapsan-u, paxtadek yumshoq bo'lgan o'g'limni bo'ynini kesmayapsan?" deganda nido bo'ldiki, menga Allohning buyrug'i kesishga bo'lgan buyrug'i bo'lgani yo'q. Menga shunday buyruq bo'ldiki, Ismoilni bo'ynini kesmagin degan buyruq bo'ldi.
Shuning uchun men uni kesmadim. Toshni kes degan buyruq bo'ldi, men toshni kesdim, ikkiga bo'ldim dedi. Mana bu voqea bo'lganda Ibrohim alayhissalomni oyoqlariga jon qolmay, tizzalariga bukchayib o'tirib qoldilar. Ho'ngrab, dodlab yig'ladilar. Ey Alloh, bu qanday sinov? Bu qanday sinov ediki, o'g'limni qurbonlik qilishga buyurding-ku, lekin bu azoblarni ko'tara olmasligimni bilasanmi, yo Rabbi deb duo qilayotgan paytlarida Allohdan bir nur keldi osmondan. Shu nur bilan katta bir qo'chqorni Alloh taolo jannatdan tushirdi. Oppoq bo'lgan qo'chqor, kilosi ham juda katta bir qo'chqorni Alloh taolo tushirib, ey Ibrohim, men farishtalarga sening haqiqiy mening do'stim ekanligini isbotlash uchun bu sinovni senga bergan edim. Osmonda Alloh taborak va taolo farishtalarga faxrlanib, meni habibimga qarang, meni do'stimga nazar soling deb har doim aytgan paytlarida farishtalar ba'zida gumon qilgan ekanki, eng qiyin sinovni beradigan bo'lsang, o'sha habibingman degan do'sting ham yuz o'girib ketadi dedi. Bu payg'ambarlarga xos emas. Bizni yonimizdagi do'stimizga ozgina qiyinchilik holda, tang holda tushib qolganimizni bildirsa agar, telefonni ko'tarmaydi. Bizni ko'rsa yuzini o'girib ketadi. Biz bilan iloji boricha ko'rishmaslikka, yuzma-yuz kelmaslikka harakat qiladi. Lekin Allohning do'sti bunaqa emasligini farishtalarga bildirish uchun Alloh taborak va taolo ayni mana shu sinovni Ibrohim alayhissalomni ustiga tushirib farishtalarga aytgan ekan, ey farishtalarim, mana endi mani do'stim, habibim Ibrohimni qiladigan amalini tomosha qilinglar degan ekan. Bu amalni ustida millionlagan farishtalar osmondan Ibrohim alayhissalomni kuzatib turishgan ekan. Va dar haqiqat Allohning karami kengligi, Allohning habiblari shu darajada e'tiqodli ekanliklarini guvohi bo'lishgan ekan. Va Alloh taborak va taolo ularga qo'chqor, ya'ni jannatdan bir qo'chqorni tushirib, ey Ibrohim, biz sizni sinov qilganimizning sababi sizning bizga haqiqiy do'st ekanligingizni, habib ekanligingizni farishtalarga bildirish uchun bu ishni qildik. Bu sinovni sizni ustingizga yubordik. Endi qurbonlik uchun mana bu qo'chqorni sizga tushirdik. Mana shu joyda shu qo'chqorni qurbonlik keltiring deb Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga buyurdi. Birodarlar, bu sinov Ibrohim alayhissalomdan boshqaga tushirilgan emas. Bu sinovni Alloh taborak va taolo Ibrohim alayhissalom ko'tara bilganliklarini bilgani uchun ham u kishiga tushirdi. Va dar haqiqat Ibrohim alayhissalom undan chiroyli o'tdilar bu sinovdan, imtihondan. Endi siz bu voqeatda ibratlanib, bu voqeadan albatta o'zimizga xulosa oladiganimiz, eng katta darsimiz otalarning haqqi degan narsani mana shu joydan olishligimiz darkor. Otalarning haqqi buyuk. Ota rozi, Alloh rozi degan naql bejizga aytilmagan. Albatta bu joyda agar ota gunoh ishga boshqaradigan bo'lsa, ota yomonlikka targ'ib qiladigan bo'lsa, shariat qaytargan amallariga o'sha amallarga buyuradigan bo'lsa, otaga bo'ysunmaslikka shariat ruxsat beradi. Qolgan paytda esa otani xizmatida bo'lib, otani duosini olishlik, ota buyuk inson ekanligini mana shu ta'limotdan ham olishligimiz darkor. Albatta biz otalar ham avvalo Ibrohim alayhissalomdek bo'lmoqligimiz darkor. Ibrohim alayhissalom bir kun Ismoil alayhissalomning uylariga kelganlarida ayoli sal noto'g'ri muomala qilgani uchun Ismoil alayhissalom o'zlari shikorda bo'ladilar, ovda.
Ismoil qayerda deb so'rasa, ayoli aytadiki, kelini, Ibrohim alayhissalomning kelini noto'g'ri muomala qilib eshikdan ham kirgizmasdan muomala qilganda Ismoil kelsa aytib qo'ying, uyining ostonasini o'zgartirsin deb ketdilar. Ismoil alayhissalom kelganlarida ayollari bir kishi keldi, yoshi ulug' otda keldi. U kishi aytib ketdiki, Ismoil kelsa xonadonini ostonasini almashtirsin deb ketdi. Deganlarida Ismoil alayhissalom sen menga taloqsan dedilar. Birdan u kelgan odam mening otam edi, Ibrohim alayhissalom edi. Mening ostonam, mening ayolim. Ostonani almashtirsin deganlari ayolini almashtirsin. Demak sen bizga mos emas ekansan. Nimadir amaling noto'g'ri ekan. Javobini berdi. Boshqa ayol olgandan so'ng ancha oylardan keyin Ibrohim alayhissalom yana keldilar. Ikkinchi ayol chiroyli muomalada xizmatini qilib duolarini oldi. Suv so'radilar kosaga. Suv so'ramasdan ham suv chiqarib berib otani duosini oldi. Ismoil alayhissalom kelganlarida bir kishi keldi, yoshi ulug' kishi, shunday bo'ldi. Aytdilarki, Ismoilga ayting, uyining ostonasini mahkam qo'riqlasin dedilar. Bu deganiki, ayolini mahkam tutsin degani, uni qo'riqlasin, himoya qilsin degani. Endi mana shu joyda mufassir, muarrixlarimiz, tarixchilarimiz, aytishadi olimlarimiz, shariatda o'g'ilga ayoling bilan ajrash deb aytishlikka ota ham haqli emas. Shariat hukmi bo'yicha. Shunda savol tug'iladiki, Ibrohim alayhissalom o'g'liga aytdi-ku, ayolini ajrashlikka, taloq qilishlikka aytib ketdi-ku deganda ulug'larimiz avval sen Ibrohim bo'lgin deydilar. Avval sen Ibrohim alayhissalomdek bo'lgin, ana unda sen o'g'lingdan boshqa narsalarni talab qilgin deydilar. Bas shunday ekanki, biz bu narsalardan ibrat olmoqligimiz, ota farzand o'rtasidagi muomala, farzandlar otalarni ulug' bilmoqligi, otalar farzandlarning haqlarini ado etmoqligi bu o'zi sizga katta dars hisoblanar ekan. Alloh taborak va taolo barchalarimizni mana bu hikoyatlardan chiroyli bir tadabburlarni olib, hayotimizga tatbiq etib, otalarni, onalarni qadriga yetguvchi farzandlardan bo'lishligimizni va ibratlanishimizni Alloh barchamizga nasib aylasin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.